Tuproqni solib bo'lib ancha tekislab olamiz. Tekis turishi kerak. Gul urug'i yerni betida yorug'likda chiqadi. Petuniya gul urug'i, shuning uchun bizga tekisroq joy kerak, chunki gulni urug'i botib ketmasligi kerak. Endi buni oddiy suvda, issiqroq suvda sug'orib olsak ham bo'ladi. Menda H-Bistoadin bor. Mana bunday dori. H-Bistoadin, N-Bistoadin deydimi? Shunday dori bor. Shundan tomchilatib qo'shib yubordim dozasiga qarab. 1 litrga 2 tomchidan ketadi bu. Sug'orib tuproqni namlab olamiz. Idishimizni tagi teshik bo'lishi kerak, chunki teshigidan suv tushib ketishi kerak. Mana torf hozir emib bo'ladi. Birozdan keyin emadi suvni. Shuning uchun sal betiga ko'proq quyib qo'ydim. Mana ko'rsangiz, torfni tagi quruq. Hozir emib bo'ladi, keyin urug'larni teramiz.